天大地云飞走，人欢马笑狗忧愁。乾坤倒转人做主，企鹅从山也风流。宝藏，你丢掉拐杖，才变礼貌。宝藏，你想笑却哭，想哭却笑啊！宝藏，快悬崖勒马，换骨脱胎，死去生来，企鹅从山了，王宝藏！你做人猪狗，你做人猪狗，猪狗做人，快快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒，人间岂容鬼做主，人生公路后山后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世暮暮总一宿，江山换人长天游。Ben dal mana müşede yüzvanın xotinini uchratgan. Uyning qayerligini bilamsan? Bilmayman. Uyning qayerligini men nereden bilay? Endi qanaqa qilamiz? Sening qanaqa qilamiz? Ey, chiqinglar, o tarafga berib izlab yiqinglar. Amsa ikkimiz-chu. İkimizmi izlaymizda? Dinglar. Xo'janing deyishicha, u Anjuda Yuzvaning xotinini ko'ribdi. Rostmi? Qara, xo'ja ikkimiz berib izlab boqaylik. Bu rost bo'lib qolsa, Julianjangning oilasi jam bo'la oladi. Hay, nima ish qilmoq demaysan? Texi bayli esimga keldi. Men sana da'vatman-ku mana. Hey, men qara, men ketganda dehqonlar jamiyatiga sen mas'ul bo'lib turgin. Ma'qul. Amisa biz maqdoq. Nima deysan? Hojatxonaga chiqay deyman. Boyli chiqding-ku. El ishiltaman demadingmi? Wangjinbyo yenimda faqat pul qolmadi dedigina, buni go'raga qo'yib, azroq pulning epini qilay deyman. Tushda obdaroq bir g'izolanmamdoq. Ma'qul. Amsa mashada saqlab tur, ha? Hey, qichib ketma, Juma. Voy, men nereden qochma? Bu yerda oqish bo'lmasa. Xo'jayin, kilitgini qaytarib olaman. Pulqini. Men pulning o'rniga mau soatni ber.
ayol qolding-ku. Voy, uchu soating buzuqga deb bir munch ko'dildab, aram bir kumush tanga berdi. Yura, tamoq yeyli. Ha, yura. Jiletkini ep ketdi. Ep ketdi? Ha? Kim ep ketdi? Igisi bo'lmamdi. Igisi? Ha? Wang Cho'qirni demsiz? Qaysi Wang Cho'qir? U yuzi cho'qir odam, ha? Xo'jayin, jiletkini qaytirib olaman. Ha, shu. Wang Cho'qir o'lgan-ku. O'lgan bo'lsa jiletkini ep ketgini arvoy emas. Wang Cho'qir o'lmabdi-da. Wang Cho'qir o'lmabdi. Wang Cho'qir o'lmabdi. U qachon ep ketdi? Texi boyili ep ketdi. Yur. Wang Cho'qir hayotkanda. U qandasiga hayot bo'ladi? Ozodlik armiyaning uni ko'tarib ketganini ko'rib ekansan-ku. Oxirat yetib tursa, shu o'xshaydi deb qoldim. U da hayotgan, texi o'lmabdi. U jiletkinim ep ketibdi. Qanday qilamiz? Yura. Harbiy idora qilish komitetiga boramiz. Bu atrat boshlig'i. Sizlar alayda harakat cho'ng atratimizning 19-tarmoq atrati. Siz tarmoq atrat boshlig'i. Bu tinchlik medalini aloqalashishda ishlatasiz. E'lon. Bu rasmmi yo saxtami? Albatta saxta. Saxtasini olmayman. Rasmni olaman. Sen Rostini bering. Li atrat boshlig'i. Firqa davlatning manfaati muhim. Bu atrat boshlig'ining qo'l ostidagi odamlar biz eng ehtiyojli bo'lgan kuch. Bu ishda nimaning muhimligini ayirolmayapsiz? Mengo buni cho'ng bilmaydim. Menga qanday qiladiganinglarni ko'rib baqay dedim. Mening qudratimni mo bilasizlar texi. Bu odamning ismini nima dedingiz? ha, Wang Cho'qir. Haqiqiy ismini dang. Aha, Wang Yaozu. Ha, Wang Yaozu. Men uni tanıyman. O yilimi Anjuna ismi ekan. Ha, shundoq. Ma'qul. Men izlashga odam o'rlashtiray. Uni ko'sila, qo'lga olsin. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlar rostilla xalqning g'amini yeydi ekansizlar. O'tiring. Yaqinda odamlarimiz Joshi ko'chasi 12-qurudagi qasrga Chexiy xodimi siyoqqa kirib olgan Gomindan ofitseri Li Yanfun tutishga borgan. Uning cho'ng inisi apnosqiga yetib ekan. Qo'rqib ketgachga yerga qaqtirib qilib o'lib ketibdi. Kichik inisi Sarankan. Uni Longying bozoriga olib qo'yayli desak, u qechib ketib, hozirgacha tepilmadi. Aslida o'lgani nima o'rganda? Qara mana. U ishkisi qalaymoqqa qatirib yursa, balo qaza termay qoladimi? Tazimi. Kechiring. Ablaq. Bandit turug'liq. Tinchlik medaliga ko'z sog'inni texi. Ishqilib u saxta. Uni aldab turmandiq. Uningdan foydalanamiz desak, uning talpini qondirishimiz kerak. Unutib qolma. Gönjin pulini yiqqanda biz uni askarlik tutgan. Bundaq lükçek bilan birlashsak, oqibati cho'qim yaxshi bo'lmaydi. Nima o'ylayapsiz? Firqa davlat uchun oilamdagilarni nobud qildim.
bu sadoqatmanligingizni bildirdi. Sadoqatmanlikni? Buni kim biladi? Men bilaman. Ha. İki kun bo'ldi. Yuzvanın xotinini texish topamadik. Tomoq yopilib, bulinib izlani. Ma'qul, ma'qul. Bugun kechda yana Sivan sarayda qonayli. Ma'qul. Azatlık Armin'in çalgıcılığı. Gitayli. Yurttaş, tekşürmez. Oturma. Bu yerdekiler kime? Bayılı battı. İşi karap bak. To'xtama. Ha? Moncha qo'rqini. Sizlar kim? Biz savdogar. Wang Cho'qir qabihgan. Endi tugishdi ham bo'ldi. Bizcha bir qadamni keyin berib qopdik. Uni tali bor ekan. Putumni kuydiryapti. Azatlık armiya harbiy holat yurgizdi. Wang Cho'qir shahardan chiqolmaydi. Saraydami yotamaydi. Ay, Xo'chi. Seningcha u nerda? Tanaka. Endi bildim. Uning mardligini endi bildim. Ha? U nerda? Ufkam, ben yani kendim dikine bu yerde yani bir akşam konu alayım makul mu? Ha? Pul verime, hadi. Ma'qul. Aka, yanıla üsteldi yazsılar. Makul, rahmet. Beni görüşken tonu, görüşken tukkan var. Ufkam, siz bek obdamalı gelsiz cuma. Bırak hukusla. Makul. Muşaya diken. O duyup kalmasın. Tanaka. Harbiy idora qilish komitetiga do'klab qo'yaylik. Uni sho'lab tutsin. Aldırma. Biz
Biz avval jilitkini qo'lga tushirib olaylik. Andin ularga doklad qilaylik. To'g'ri. Lekin jilitkini zodi qanday qo'lga tushiramiz? Baraka. Men nima qiladigan odam? Men o'g'irlayolmaydigan narsa yo'q. Unutib qoptiman texi. Sana maharat ko'rsatilgan payt keldi. Hozirlik qilaylikmi? Hay, oldirmag'in. Texmi qattiq uxlaganda kiraylik. Baraka. Bu qitim bana cho'qurni tutsak, biz xizmat ko'rsatgan bo'lamiz. Albatta. Unutib qolma. Men nabga erishsam, senmi nabga erishsan. Qaytib borganda seni xalq askar qilaman. Rahmat, Baraka. Loyin bozorda pat orada yezliq mahkama quriladi. Agar yezliq mahkamaga boshliq bo'lsam, tepaqa birinchi bo'lib nima ish qilaman? Qasr soldirsiz. Qasr soldirsiz deyotganni, Kompartiya qasr soldirganlarni adablayotsa, qasr soldirib nima qiladi? Ya'ni choyxona ochamsiz? Senmi so'raymi nima? Boshliq bo'lgan turib, yana choyxona ichib nima qilaman? Emse yana bir xotin olmaydigan siz. Men seni topolmaydi degan. Mana endi ko'nglimnikini topdi. Baraka. Yangi jamiyatda ikki xotin aqli olmaydi jumi. Ajrashimi? Yo'qmidin ajrashamsiz? Hey, o'ylab baxmamsa. Yo'q, mening aksi Gomindanın ofiseri. Dadisi boy dehqon pomishchik. Ular bilan chak-chigirni aniq ayirmasam, har qancha xizmat ko'rsatsam-mo, hargiz o'sanmayman. Undan cho'qim ajrashiman.
chekigi faqat o'xshamaydi-ku. Pul cheki bo'lmasa nimadi? Ham odamning rasmi, ham yer nomi bor ekan. Harbiy xaritamidi ya. Pul cheki bo'lmasa, buni Jangdaguga topshirib beraylik. Ma'qul. Tong atqanda harbiy idora qilish komitetiga berib, ularga Wang Cho'qurni tutqizaylik. Ha? Yur. Hay, turistlar! Aka, turistlar! Aka, men savdo qilaman. Hey! Mana jilitkam qara, ha? Mana jilitkam. Mana jilitkam yo'qdir-da? Ha? Qaysi jilliklari? Qaysi jilit qo'lida? Va uchamdagi jilitkamanda. Nega qo'ygan tilar? Nega qo'ygandayda? Men uni uchamga kiyib olgan. Uchanlarda bo'lsa, qandoq yo'qib ketadi? Ya, cho'qim birisi o'g'irlab ketgan gap. Ha, mush yerda. Yurtdosh, ha? Oqshom bu yerda qo'ngan odam nima ketdi? U ketdi, ha? U nima ketdi? Men bilmayman. U sahardala jilitga yutibdi deb alaqsada bo'lib ketib qoldi-ku. Ozodlik armiya yo'ldosh. Rast yo'q ekan. Amisi biz ketaylik. Yurtdosh, biz qaytqansa. Ha, ma'qul. Rahmat sizlarga. Biz yana kechikibdik. Bu endi nega bora? Ha? Uni nima chaqirmaymiz? Bu yerda deyishmayli. Yuzvaning xotini rostli o'lmabdi. Bu Wang Cho'qur uchun olamchi yaxshi ish. Nimishqa yaxshi bo'ladi? Bu Wang Cho'qurning ayni chaqda Yuzvaning xotin bolasini o'ldirmay, ularni qo'yayotganligini isbotlaydi. Ularni o'ldirmagandan keyin uning ishi o'ng'amamdi. Rost deysiz. Men dexe Wang Cho'qurni o'ldi deb o'ylab, Yuzvaning xotini topay debdiman. Lekin u o'lmabdi. Bu ishni biz ko'nglimizda bilaylik. Qaytib berib, hech kimga demaymiz. Biz demasakla, Wang Cho'qur qarilangan pet yuraverdi. Hay. Eson bo'lsin. Qaytib borganda Yuzvaning xotinini izlab topolmadik deymiz. Ma'qul. Manga.
Çıkarın ha! Çıkar! Tomak yeymen! Tomak yeymen! Ben tomak yeymen! Kosuğum açtı! Hocayan! Tonum ses? Tanıyım ha. O bizning yurtga Li ailesining o'g'li. Ahli ancha joyda emas. Onunla obdan karan ha? Ma'qul. Yura. O tamak ise şakkınızdan tutun ha? Ma'qul. Mana. Bu qatam biz xizmat ko'rsatdik. Ha? 3-anga. 3-anga. Nemishqa meni ko'rsingizlar, qapig'ingiz turilib ketadi. Ha? Men arpingizni ham o'rdimmi? Yo sizga qarzdormi? Ha, agar bir gapni aytsam, gul qaqaliningiz ichilib ketadi. Sen men bilan qasdin qerishyapsan. Hey, yo'qsa haddimmi? Sizning Lo'yin bozoridagi eng nocha ayol ekanligingizni hammaylar biladigan tursa. Nima demoqchisan? Bu yaxshi gapmi yo yomon gapmi? Men buni Gap postizda mening ishimda. qulog'ingizni dang tutib anglang. Eringiz Wang Cho'qur texa hayotga. Üçüncü yenge! Van Begim rastlı ölmepti. Rast, onu biz Enco'da uçurattık. Hoca, mangayla. Hochi! O'g'liga ketgim kelyapti-da. Men ham ketgim keldi. O'ylasagandan uyga ketaman. Uyga Ma'qul. Seni amr qo'yay. Ras. Ben muncha tushib, chechimni oldirib qaytib kelaman. Sen bu yerda saqlab tur, meni. Yenifang! Appa! Yenifang! Dadam ölmepti. O texa yetken. Appa, ne bo'ldingiz? Siz dadamni safarga chiqib ketdi degan-ku. Albatta hayot bo'ldi-da. Shundoq. Xo'ja, keldingizmi? Yo'q. Van Yo'zi o'lmabdi. O texa yetken. Van Yo'zi hayatmikan? Ha. Jangshuji, qarang. Biz buni uning jiletkisidan topdik. Bu nimikan? Bizmi bilmadik. Xodimlarning joylashish xaritasida qiladi. Hey? Sizlar Anjo'ga Yozvaning xotinini izlab ketib ketsizlar-ku. Ajab Van Yo'zi uchrab qolibsizlar-ku. Jangshuji, bu ishni boshdan deb beray. Liloda tuydirmasdan kelib, Tanjishidan jiletkining ishini so'rabdi. Jiletga? Yenifang, ishkimiz ahmoqkamiz. Dadamga bekadin-beka qabr yasabdik. Appa, qabrini buzatsak, dadam qaytib kelamdi? Albatta, u o'lmasa, nemish qabr yasaydik. Bu shunliq bo'ladi. Üçüncü yenge! Van Begim ölmepti-mi? O'lmabdi. Pandimchak shundoq dedi. Pandimchak deganmi? Uning gapiga ishonamsiz? Boshqalar degan bo'lsa ishonmaydim. U degashga ishondim.
Qandaq deysiz? U Wang Yaozuning o'limini tilaydi. U o'lmadi degandikin, rost o'lmadi. To'g'ri. Mening kallam rostilla ishlamabdi. Akilanga, men qilay. Bu jildgini Wang Cho'qur Lilaodaning qasridan ep chiqib, go'raga qo'yibdi ekan. Lilaoda xatarga qaramay Tangjishin izlab kelibdi. Shunga bu jildga menga bak sirliq tuyuldi. Shuning bilan anjuq berishni keldim. Shu banda Julianjangning xotinini izlay dedim. Jangshuji, shu chaqda siz bo'lmag'achqa bu ishni davron solsaq bo'lmaydi deb qaradim. Shunga buni hech kimga demadim. Bu xaritani Noyiga topshirib beray. Liloda buni muhim bilgan bo'lsa, aksini qilov suiqasga o'xshaydi. Noyilik harbiy idora qilish komitetidagilar Wang Cho'qurni bir necha bandit bilan billa deydi. Ular birsini etib etibdi, birsini yaralantirib tutib olibdi. Yana biri Wang Jinbyo ekan. Haras. Yana bir ishni sizga doklad qilay. O'tganda Anju harbiy idora qilish komitetidagilar qasriga borganda o'lgini Lilao erkan. Sanvazi yo'qolib ketibdi. Amsa Liloshanga uqtirib qo'ying. Dadisi, bu yoqqa chiqsa, dadisi. Nimaga vaqiraysan? Zodi nima ish bo'ldi? Pandimchak Arvazni o'libdi deydi. Ha? Arvozi o'libdimi? U qandoq o'libdi? Ozodlik armiya davozini izlab sizning Anjudagi qasringizga borganda u Abnus sevitibdi ekan. Qo'rqib ketgachga kiylig'i Abnus turib qolib o'lib ketibdi. Bu gapcha. U qo'rqib ketib o'libdi-da. Shundoq bo'lmaychi. Amsa uni jasadi-chu. Shu chaqda kim yetibdi? Oy canım balam. Rızkı şunchilikmidi canım balam. Bir Abnus peshinga chiqibdi o canım balam. Sen nima gunoh qilgan bo'g'iding canım balam. Voy canım balam. Voy canım balam. Bo'ldi, yig'lama. Men qanday qilaman canım balam. Arvozning o'ligini yaxshi o'pdi. Yaxshi o'pdi. Uchu kichigidan tatib bekotalab yaramas narsa edi. Kun bo'yi apyunchi ketdi, hatto xotinmi olmagan. O shu holda tehe juntonga kiribdi-kan. Menimcha uning ajlimi to'shib qolgan. Endi bizning oilaga bola deb demaydigan bo'ldi. Ha, yana bir ishni deb qo'yay. Sanvazi yo'qolib ketibdi. Nima? Bechora bolam Sanvazi kichik edilla. Ahli o'sha joyida emas tursa, qandoqmi uyni tep kelalisan? Mana endi o ya bira quduqqa tushib ketadi. Ya bira daryoga tushib ketadi. Balkim Arvozga o'xshash. Tamirini daryoga ketgandi. Bağırları acayip mi taşken? O ne hazır mı kağavatamla? Cennetimiz tükeşti. Bütünleri tükeşti. Ha, bo'ldi. Ish qilib, bu ishni sizlarga uqtirib qo'ydi. Vazifani ado qildi. To'xta. Nima ish? Pandimchak. Deb baqa. Sen hozirmi
bizning uyning odimi emasmi? İctimai munosabat jihatda shundoq. Lekin sinfiy ong jihatda men sizlar bilan burunli chek-chegirni ayiraman. Yaxshi. İctimai munosabat jihatda buni e'tirof qilganli bo'lsang, bo'ldi. Arvozi o'ldi. Men dada o'g'andan keyin hozir ichib qo'ymasam bo'lmaydi. Uyda mush ikkimizli qoldik. Sening hozir putquling chaqqan. Hozir ichish ishlarini sen o'rinlashtir. Nima? Arvoziga hozir ochilgan ishni men o'rinlashtiramda? U sening qiynalgan o'g'andan keyin albatta sen o'rinlashtirsanda. Pomchik oilasining hozir ishlarini o'rinlashtirsam, xalq meni tillamamdi. Hey, odam o'z hozir ichib nazarchilik qiladigan gap-ku. Kimsin tillaydi? Men qilmayman. Maydonimda ching turaman. Hey, men pul chiqirman. Pul chiqirman? Pul chiqiramish. Necha pul chiqirsiz? Buningga qancha pul ketsa, shuncha pul chiqirman. Qancha pul ketsa, shuncha pul chiqiramsiz? Ha? Amstaga bu ishni qandoqroq qilasiz? Arvozning hozisini toza dog'dug'uluq ochaman. Pichak ish qilmayman. Bu qatim men ishni cho'qim cho'ngaydim. Leyla o'shanni toza bir o'ngda qo'yaman. Qaraga, men qarashqudek ish bo'lsa, haykidangmi? Seni unutib qolmayman. Bu qatim men Shaoyunni chaqirib, bu ishni birga qilaman. Shu chaqda ko'rish fursatimiz bo'ldi. To'g'ri. Ko'rishib tursa, issiq tushadi emasmi? Voy, bu gapni sen mi bilir ekansan, ha? Qaraga, qo'ja. Qo'ja. Tanrayes. Meni izlab qolsiz-ku. Qani, o'tiring. Leyla o'shan Leyla arning hozisini ochmoqchi ekan. Ha? Qarang. Siz cho'qim eng yuqori o'lcham bo'yicha eng qimmat baho qo'yasiz. Ha? Keyin biz ikkimiz Tushundim. Bilmazmi? Wang Cho'qurga umid bog'lamaylik. Uni saqlamay, bu atrat boshlig'ini qo'lga keltiraylik. U unamdi. Biz va'da bergandan keyin meningcha unaydi. Jonjon qiz, cho'g'amning sizga deydigan gapi bor ekan. Ma'qul. Bildim. Buncha kechda u sizni nimaga chaqirgandi? Bilmayman. Siz ayol tursangiz. Ha? Uning nimaga chaqirganini bilmay qolapsiz? O'rningizda men echinayapman. Bu banditni irqi davlatning manfaatini demisam, burilib itvatgan bo'lardim. Bu atrat boshlig'i, meni nima qilatdingiz? Jonjon. Sizlarcha men nima qilaman? Hey, bu atrat boshlig'i. Aldirmay turing, ha? Sizga deydigan gapim bor. Dala. Men kelganda yuqori bizga anjug'i hujum qilib, moliman chiqarib, kompartiyaga zarba berishni topilgan. Siz ata biz bilan birga odamlaringizni tog'dan it tushib, harakatimizga moslashasiz. Siz nima desiniz shu?
Gapingiz rostmi? Rost, rost. Oqraq 10 yerim gaz 5 kumush tanga. Ha, 5 kumush tanga. Qoraraq 8 gaz 2 kumush tanga. 2 kumush tanga. Qog'oz to'q 8 jup 2 kumush tanga. 2 kumush tanga. Bir jasad sandig'i 5 kumush tanga. 5 kumush tanga. Jasad sandig'ini ko'targicha hammal yig'lab bagichiga 46 kumush tanga ketadi. Ha? Nemanchi qimmat? Ha? Libgem, qimmat emas. Hozir ularga berdigan haq burunqidan o'sib ketdi. Ha. Bu ishni Arvazining ro'yini qo'rinib qolmasin deb qilyapmiz-ku. Ha, ma'qul. Deginingizni beray. Libgem, kechiring. Naqd pul bersiz. Ma'qul. Naqd pul beray. Ha. Men zakalat uchun 10 kumush tanga berib turay. Qarang, bundaq cho'ng ishqa ikkimiz yetishib bo'lamaydi ekanmiz. Shovyiga desangiz, u menga yordamlashsin. Ha? Ma'qul. At deganda u yenimga borsin. Ha? Ma'qul. Biz ketaylik. Biz oz deb qo'yibdik. Bu pixsiqning bundaq martlashib ketishini faqat o'ylamabdiman. Ko'proq desak ko'p ekan. Bo'ldi. Elimi xili ko'p dedik. Mening o'ylashimni. Ma'qul, ma'qul. Bu 5 kumush tanga sizdan. Tanaka. Tanaka, Jamshuji sizni dehqonlar jamiyatiga bosim deydi. Jo'lanjami qaytib keldi. Yura. Dengdang, sizga uqtirib qo'yay. Noilik partkom sizni Longyan yezliq mahkamaning muavin boshliq qilishni qaror qildi. Rahbarlikning ishonganiga rahmat. Janshuji. Jo'lanjang. O'tiring. Sizni saqlayotgan edik. Nima ish? Talon. Siz akagan xarita bak muhimkan. Uning nimaligini bilamsiz? Bilmayman. U Gomindan aksiyachilari maxfiy o'rlashtirgan alohida atrat qarmog'idagi barliq xodimlarning aloqalash xaritasi ekan. Navoda ular yo'qitilmasa, xalqqa og'ir ziyon soladi. G'arbiy Janob harbiy siyosiy komiteti yig'in ichib, ularning hammasini tutishni qaror qildi. Bak yaxshi bo'pti. Siz zo'r xizmat ko'rsatdingiz. Bu ishni vaqtincha maxfiy tutaylik. Ati noya rahbarlari kelib, ommaviy yig'in ichib, sizning yezliq mahkamaning boshlig'i bo'g'iningizni e'lon qiladi. Nima bo'ldingiz? Tartim qistab ketdi. Aniz tez chiqing. Kerak yo'q. Men ishkanlarning yo'l yo'rig'ini anglayman.